kitoblarda keladi, aqida kitoblarida har bir bandani qabr albatta qisib o'tadi deydi. Bir marta qisish bor. Qisishda ham qisish bor. Kofirlarda qisishi bilan musulmonlarda qisishini farqi bor deydi ulamolar. Qanday farqi borsa, kofirlarda qabr qisganda bu qovurg'asi mo qovurg'asi bilan chalkashib ketadi deydi. Unisi bunga o'tib ketadi deydi. Lezva bor, hammamiz ko'zimiz oldiga keltiramiz. Shu qabrda torligi shu lezvada qo'yib qoladi deydi. Kofirlarda qisganda. Musulmonlar qanday qisadi desa, masalan bir farzandingiz bir Koreyagami bir bitta davlat ishlagani ketdi, 2 yil 3 yilda keldi. Buni qanday sog'inasiz? Sog'inib qisib qo'yasiz-ku ko'rishib. U bolangiz ham sizni nima dedi, bir qisib ko'rishganingizdan maza qiladi. Qabr bu mo'minni shu ona qatori sog'ingandaqa qisadi deydi. Buni ichida yotgan Xudosi siz u biz mo'minlar biz maza qilamiz. Qabr qisganda ham maza qiladi bu mo'min deydi. Shunaqa qisadi deydi.